podshohlik qissaning eng dastlabki vaqtlaridagi jahonni birlikka keltirish ehtimolliği eng cho'ng bag qaysi? Saqlanolama gapni qissa haqida bayon. Bu uch podshohlikning eng dastlabki davridagi bu ma'lumot jahonni birlikka keltirish ehtimoli eng cho'ng bo'lg'ini 4 ecdadidan 3 vezir çıqqan, jahonning 4dan birini öz ilki tutib turayotgan, boylik, ochlik, lashkar, yerzimin, nom, obro'y, shuhrat jihatda jahon birinchi o'rinda turadigan bang Yuanshao. Biroq Guandujining qarsak, Yuanshao o'zidan 10 nesli ojiz bo'lgan Cao Cao tarafidan qattiq yengilib, oxirida o'lib ketdi. Endi bu yerda Yuanshaoning Cao Cao'ga yengilishini yalğız Cao Cao'ninki naiti yilgar bir danışmanligidan emas, balki Yuanshaoning bir nodonlik tufaylidan kelib chiqqan. Yuanshaoning Cao Cao'ga yengilishi tuvangi bir qancha muhim sabablardan. Birinchidan, fursatni ketkizib qo'ydi. Yeni Liu Bei Shuzhouda Cao Cao bilan jang qilayotgan vaqtda bu vaqt Yuanshaoning jangga chaqirdi. Yeni oq tarafdan berib Shuchang deganlar. Bu vaqtda Cao Cao butun qo'shini bilan chiqdi, Shuchang bo'sh qoldi. Navbat biz oqidan Shuchang eplasa Yuanshao Cao Cao'ning chekinish yo'lim yo'q, ochlik yo'lim yo'q, Cao Cao'ni to'liq mag'lub qila olmaymiz desa, bu yerda Yuanshao natki bir tük yo'q bo'lgan sabab bilan o'zining qiyirg'ani topgan eliqi bolasini og'rib qoldi deb, bolam mag'lub qasqandaq jang qila olmayman aytdi deb qo'shin chiqolmaydi. Oxirida o'z hushini topganda bo'lsa, muhim fursatni ketkizib qo'ydi. Endi Cao Cao Shuzhoudagi jang tugatgandan keyin tez sur'atli lashkarlarni Shuchangga chekindirib, mudofaani asliga keltirib bo'ldi. Ikkinchidan, qo'shinni to'liq radga solmay, dushmanning ahvolini to'liq bilmay turib, o'zini bak yomon chog'lab, ko'ranglik bilan Guandujangni boshlab qo'yib mag'lub bo'ldi. Ya'ni bu vaqtda o'zining son jihatdagi qo'shinning ortiqchiligini ko'zlab Beymada bir muasir şekilde. Bu vaqtda o'zining birinchi batirlari Yanliang Wenchularga naati kishindi. Biroq Cao Cao'ning Shuzhou'ni olganlikning xil obdan tushunib qolganligi, ya'ni Cao Cao'ning qo'lida muhim bir sanğun kimi Guai Yunchangning borligini bilmadi. Uning bilan bu yerda qo'yotgan Yanliang Wenchularni Guai Yu kelib bir qancha marta urushmaylar bularni kaldisini oldi. Beymadagi muasirni bösüp ötüp, Yuanshao bir qitim qattiq mag'lub bo'ldi. Uchinchidan, odam ishlatishni toz bilmaydi. Ya'ni o'z qo'llasida dangliq mushavir Shunyu bilan Tianfeng. Yani bu ikki mushavirdan birisini to'g'ri ishlatgan bo'lsa-mu, birisining gapini anglagan bo'lsa-mu, bundaq oqibat kelib chiqmaydi. Beşida o'z nodonlik qilib bu Tianfengni mandidan men bilan o'xshash gapimni deb zindonga tashladi. Kaynidan natki bir fitna yig'vallarga ishinib, Shunyuning barliq oila tavobatlarini tutib zindonga tashladi. Shuning bilan Shunyu bu yerda Cao Cao'ning qo'yniga o'zini otdi. Bu bo'lgandan keyin Yuanshaoning butkul lashkari ahvolini bilgachga Cao Cao buni aytgandan keyin Yuanshao to'liq mag'lub bo'ldi. To'rtinchidan, huquq markaziga to'liq markazlashmagan. Ya'ni o'zining 3 o'g'lining öz aldığa qo'shin tashkillashiga, öz aldığa qo'shin tutishiga yo'l qo'ygan. Bu 3 o'g'limi o'zlari qat'iy inoq emas. Bu uchuning inoqsizligi butkul qo'shinning inoqsizligini keltirib chiqargan. Qo'shin inoqlik birlikka kelsa, albatta dushmanni g'alaba qilolmaymiz-da. Ular shunday bir qancha sabablar tufaylidan Yuanshao o'zidan ko'p ojiz bo'lgan Cao Cao'ning tarafidan qattiq yengildi. Bugun mush kitobxonlar do'stlarimizga 4 klassik asardagi Suv Buydaning Uyg'urcha nashrini olib keldim. Astırki setvalar yani xatva seyir qarurdan setvasan oldu. Bu nait süpetlik bir Uygurca neşri. Kitap 4 kısım, nait tom 4 kısım. Şuna basımı sel kıymetrek. Bu kitaptan yana 50 dal etrafı tıkayıp kaldı. Yaktırılan dostlar sizden setvalanlar. Rahmet.